ko'rsatuvimiz orqali albatta sizga ko'proq ko'rgazmali chiqishlar dasturini havola etsak, keyingi ko'rsatuvlarimizda biz albatta mana shu sparing janglar, professional janglarni e'tiboringizga havola qilishga harakat qilamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz esa faqat mana ko'rib turganingizdek hozircha ko'rgazmali chiqishlardan iborat. Sababi ikkinchi Toshkent sharq yakka kurashlari va jang san'ati respublika festivalining dastlabki birinchi bo'limi aynan ko'rgazmali chiqishlardan iborat. Mana shu ko'rgazmali chiqishlar ham muxlislarda doimo katta qiziqish uyg'otib kelgan. Ko'rib turganingizdek chiroyli harakatlar, mana ko'rib turibsiz qanchalik aniqlik bilan bajarilayotgan mashqlar. Bu albatta bunday yosh bolalarni ko'rgan har bir kishi quvonish mumkin. Ayniqsa ularning ota-onalari, murabbiylari, ustozlari birinchi galda o'z shogirdlarining nimalarga erishayotgani va qaysi yo'lda ketayotganligi bilan, ularning muvaffaqiyatlari bilan faxrlanib, g'ururlanib borishadi. Mana ular hatto 7-8 yoshli bolakaylar, qizaloqlar ko'rib turganingizdek qanday chiroyli mashqlarni bajarib, zalda yig'ilgan ko'plab muxlislar olqishiga sazovor bo'lishmoqda. Ularning har bir xatti-harakatlari olqishlar bilan kutib olinyapti. Mana ko'rib turganingiz juda ham yaxshi harakatlar. Albatta bunday juda ham yaxshi, juda ham chiroyli. Albatta bunday harakatlar o'z-o'zidan bo'lmagan. Mana shu demak ular mana shu mashqda, mana shu zalda shu mashqlarni yaxshi bajaryaptimi? Demak bemalol aytishimiz mumkin, ularning maktabdagi o'qishlari ham joyida desak mubolag'a bo'lmagan bo'lardi. Chunki inson, ayniqsa bolalar bitta ishni qoyil maqom qilib bajardimi, demak boshqa ishlarni ham xuddi shu yo'sinda bajarishga harakat qilishadi. Mana yosh bolalar ishtirokidagi juda ham yaxshi ko'rgazmali ishlar. Albatta buni ko'rgan bolakaylar bunday vaziyatlarda ko'p bolalar sport bilan oshno tungisi, mana shu sport turi bilan shug'ullanishni istab xohlab qolishadi. Mana bunday festivallar, mana bunday musobaqalar esa aynan yoshlarni sportga jalb qilishda, ularni sog'lom turmush tarzi bo'yicha shakllantirishga juda ham katta rol o'ynashi shubhasiz. Albatta mana bunday mashqlarni ko'rgan hech bir ota-ona yoki bolalar bir hayajon bilan, katta qiziqish bilan tomosha qilishlari tabiiy. Juda ham yaxshi harakatlar. Hech bir eng asosiysi hech bir jarohatsiz bu mashqlar amalga oshirilyapti. Albatta har bir mashqlarning o'zining yo'nalishi, yo'l yo'rig'i bor. Mana juda ham bir ancha tajribaga ega bo'lib qolgan bolalarning mashqlari. O'zbekiston sport majmuasida yig'ilgan